Take one look at you, you're taking me out of the ordinary. 1 million like hamda 22 million prosmotr. Videoga e'tibor bergan bo'lsangiz, hech qanaqasiga professional kamerada syomka qilingan yoki montaj qilingan emas. Bu videoni bunaqa katta prosmotr olishini sababini qani ko'ramiz. Birinchisi, bu video juda ham noodatiy hamda emotsional bo'lgan. Sababi insonlar hayratlanishi juda ham yoqtirishadi va bu videoda xuddi shu narsalarni tasvirlay olishgan. Agar siz ham kontentingizda xuddi shu narsani qo'llasangiz, albatta sizning ham videolaringiz kattaroq prosmotr oladi. Ikkinchisi, videoni muzikasi hamda uni montaji. Bu narsa videoni kattaroq prosmotr olishiga aniq sabab bo'lgan. Chunki videongiz katta prosmotr olishning birinchi sababi bu huquq bo'lsa, ikkinchisi muzika. Chunki 80% emotsiyani muzika beradi. Uchinchisi, bunaqa formatdagi kontentlarni odamlar oxiriga qiziqishadi va nima bo'larkin deb ko'rishadi va bu orqali videoni reklamaga chiqish ehtimoli yana ham ko'proq bo'ladi va xuddi shunaqa prosmotrlarni oladi. Albatta siz ham xuddi shunaqa qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Bundan ham foydalirog'i hali oldinda.